Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Har qanday duo ijobat bo'ladi. Har qanday duo ijobat bo'ladi. Ijobatda 3 xillik bor. 3 ta ijobat turi bor. Birinchisi, o'sha zahoti so'ragan vaqtingizda ijobat bo'ladi. Ikkinchisi, Alloh taqdir qilgan bir yaxshi kun bor, o'sha vaqtda, kelajakda ijobat bo'ladi. Uchinchisi, siz Allohdan bir duo qildingiz-ku, Allohga arzingizni aytdingiz, bu yerda bandalikning izhori bor va unga roblik iltijosi bor. Bunga Alloh taolo jannatda savob beradi. Rasululloh aytadilar-ki, agar qiyomat kuni dunyoda ijobat bo'lmay qolgan duolaringizni natijasida sizga nimalar berilishini bilganingizda edi, bironta duoingiz ijobat bo'lmasligini xohlaysiz. Maşallah.